Assalomu alaykum, hurmatli Abdulla Nig'och, hurmatli so'xliklar. Haqiqatan biz muhtaram yurtboshimiz topshirig'i bilan ishchi komissiya kelib 2 kun mobaynida So'x o'sha hududini o'rganib, eng asosiy bugungi kunda xalqni qiynayotgan muammolarga to'xtaldik. Ana hozir hurmatli bosh vazirimiz juda ham ko'p yo'nalishlar bo'yicha aytib o'tdilar, nima ishlar qilishimiz kerakligini. Shunday bo'lsa ham men bir ikkita masalalarga to'xtalib o'tsam, umuman olganda bugungi kunda dastur hamma yo'nalishlar, hamma vazirliklar tomonidan kecha bugun ishlab hammasini biz dasturga kiritdik. Va undan tashqari taram yurtboshimizni qaror loyihasini ham tayyorladik. Agar bularning hammasini oladigan bo'lsak, bugungi kunda 843 milliard so'mlik, biza deyarli 1 trillionga yaqin so'mlik shu So'x hududini rivojlantirish bo'yicha hozirgi dastlabki hisob-kitoblar bo'yicha shunga to'g'ri kelyapti hozir. Shundan bu yil 288 milliard so'mlik mablag'larni yo'naltirilib, 5,5 mingta odamning ishga yangi ish joylar yaratishni biz qaror qildik, qarorga kiritdik. Xudo xolasa shu qaror chiqqan kundan boshlab biz bu masalalarni amalga oshirishga o'tamiz. Bu juda ham katta narsa, bitta hududga shuncha mablag'larni qisqa muddatda yo'naltirilib va ularni amalga oshirish bo'yicha bu ishlarni bajarish. Hozir hurmatli Abdulla Nig'och aytdilar, bosh vazirimiz, asosiy yo'nalishlar bu yo'l xo'jaliklari mana qiynab kelgan. Umuman yo'l yo'q desa ham bo'ladi. Albatta biz yo'l xo'jaligini mana hozir o'sha beton qoplamasiga o'tkazib, ko'pincha shu qo'l ishi bilan ishlash masalasiga, ya'ni odamlarga shu ishsiz qolgan, mana shu Rossiyaga ketolmay qolgan odamlar kamida 1000 ta odamni ishga olish masalasini ko'ryapmiz hozir. Qo'l bilan ishlaymiz va bu ko'p vaqtgacha shu beton qoplamasi turadi, asfalt qoplamasidan. Ya'ni shu joyni o'zida birinchi navbatda biz kommunikatsiya, ya'ni infratuzilmani yaxshilab o'tib ketishimiz. Ertaga yana buzib uni, yana ko'ylab, yana unaqa qilmasligi uchun birinchi navbatda o'sha infratuzilmaga e'tibor beramiz. Bu suv masalalari, kanalizatsiya masalalari va kabel tashlaganmiz, kabellar, elektrika masalalarga birinchi navbatda albatta biz e'tibor berib shu masalalarni birinchi navbatda bajarib, keyin yo'lni qilamiz. Buni hozir hurmatli bosh vazirimiz aytdilar, albatta bu pullari hammasi bor. Mana aytib o'tdilar, necha pullar ham ajratilgani. Hech qanaqa biz u pullarni bir yerdan kutib turmaymiz, hammasi o'zimizda. Birinchi navbatda shu loyihalarni tez qilib, bu ishlarni amalga oshiramiz. Suv masalasi bo'yicha bu yerda suv ko'p, lekin o'sha suvlarni yetkazib berish, ya'ni tarash masalasi bugungi kunda muammo. Uni ham mana kecha bizni vazirliklar bilan hammasini o'rgandi. Deyarli biza bugungi kunda 35% ga yaqin aholi markaziy suvdan uzoqroqda yashayapti. Shuning uchun biz ularning hammasini hisob-kitobini oldik va deyarli 100% gacha biz ichimlik suvi bilan ta'minlaymiz. Birinchi navbatda uni suv nimasi bor, manbasi bor. Faqat ularni yetkazib berish masalasini hal qilamiz, ya'ni turbalar bilan olib borib joylarga, o'sha xonadonlarga yetkazib berish masalasini hal qilamiz. Bundan tashqari uy-joy masalasi. Bu yerda qiynab kelyapti. Mana 3 ta 4 ta oila bir xonadonda yashashi bu juda ham hozirgi kunda zamon talabiga javob bermaydi. Hamma tomonlar. Shuning uchun bizda u imkoniyat bor. Baland uylar, ya'ni 5 etajgacha balkim kerak bo'lgan joylarda 7 etajgacha, biz hozir 16 etajlargacha ham uylar quryapmiz. Xabarlaringiz bor. Mana hozir Farg'ona shahrida Toshkentda 30 qavatli quryapmiz. Toshkentda 30 qavatli, 52 qavatligi ham qurilyapti. Shuning uchun bu yerlarda ham biz baland shu qavatli uylarni qurib, yer yo'qda, yer yo'q. To'g'ri emas. Shuning uchun tepaga qarab o'sishimiz kerak bo'ladi. Balandroq uylar, lekin hamma ichida hamma sharoit yaratilgan bo'lishi kerak. Suv bo'lishi kerak, kanalizatsiya bo'lishi kerak. Uni ichida hamma bemalol yashashga hamma sharoit bo'lgan holda biz 7 qavatgacha uylar qurish imkoniyatiga bu yerda egamiz. Bizning qo'limizdan keladi, u quruvchilarimiz bor hammasi va eng asosiysi bularni qurish uchun yoki boshqa mana hozir hurmatli bosh vazirimiz aytgan uylarning ichida individual hali ta'mirlash ishlarini olib borish uchun biz bu yerda ministrimiz o'tiribdi, Zaripov janoblari. U bu yerda magazin tashkillashtiramiz. Hech qanaqa Farg'ona shahridan qimmat bo'lmagan holda materiallarni, ya'ni qurilish mollarini bu yerga olib kelib qo'yamiz. Esingizda ham tunu kuni ko'targan masalalar. Da. Bir so'm ham ustiga qo'yilmaydi. Shu Farg'onada shaharda, markazda qancha bo'lsa, bu yerdan shu bahada olib kelib beradi. Bu
hozircha. Endi bu yerda ko'p qazilma boyliklar bor, shu jumladan sement ham bor-da bu yerda. Ertaga bu yerda bir kichkinaroq mini deymizmi, o'shanaqa zavodni ko'rsak, u yoqdan tashib olib yurmay shu yerning o'zida biz uni ishlab chiqaramizda, doimiy ravishda sement bo'lmasa rivojlanish bo'lmaydi o'zida. Ha, birinchi shu qurilishning eng asosiy masalasi bu sement masalasi. U yoqdan tashish albatta birinchidan noqulaylik, boshqa davlatga o'tamiz. Undan tashqari pul to'lash kerak, to'g'ri emasmi? Har xil nimalar bor-ku endi, muammosi bor. Shuning uchun agar bu yerda shu masalani biz hal qilmoqchimiz, endi hurmatli bosh vazir ruxsat bersa, bunga 100 ming, 200 ming tonna yiliga chiqaradigan mini sement zavodini bu yerda qursak bo'ladi. Hech qanaqa katta pul bo'lmaydi. Hurmatli Hojiboy Jumaniyevich, bu yerda bitta tadbirkorimizga biz qaror chiqarib bergan bo'lganmiz. Shu yerda emasmi ular? Zaripov, sizga Soliq Markovich uni ma'lumotlarini bering. Kim edi? Hojiboyev Sadrali. Shu yigitni qarori bor. Qaytarib to'g'rilab olib kelasiz. Men qarorni o'zgartirib beraman. 2020-2021 yil qilib. O'shani o'ziga qurdirishimiz kerak. Men hurmatli Sardor O'ktamishdan iltimos qilaman, o'sha nimani o'zingiz nazoratga olib, Xitoy davlati bilan o'sha kelishilgan hamma narsasini oxirigacha yordamini berib qilib berish kerak bu odamga. Xo'pmi? Shuning uchun u qazilma boyliklarini ham biz bu yerda o'zlashtiramiz. Shuning oqibatida birinchi navbatda bu yoqqa keladigan qurilish materiallarini kamaytiramiz. Shu bilan yo'l puli kamayadi va undan tashqari bu yerdagi ishsiz yurgan yoshlar asosiy ish bilan ta'minlanadi shunda. Sal nariyoqqa olib boramizda, 10 mingta bo'lmasa ham sal olib boramiz nariyoqqa. Hozirgi lekin bizning sharoitimizda 5,5 mingta o'sha Rossiya ketolmay qolgan shu yerlarda ishlab yurgan bolalarni ishga qabul qilishni bu yilning o'zida amalga oshiramiz. O'sha shu bo'yicha. Bizga yuklatilgan o'sha infratuzilma obyektlarini hammasini amalga oshiramiz va shu jumladan kecha talafot ko'rgan uy-joylarni biz o'zimiz hisobimizdan qurib beramiz. Bular hammasi muhtaram prezidentimiz topshiruvlari asosida. O'sha kuni aytilgandek. Hurmatli Abdulla Nivash, muammolar bor. Transformator masalalari, to'q uzatish masalalari, ya'ni past kuchlanish masalalari juda ham ko'p muammolar bor ekan. Kecha mana Ro'ziqul aka bu energetika sohasi bo'yicha hammasini o'rgandilar. U yerdan qiladigan ishlarimiz ko'p. O'sha juda ham katta iqtisodga olib keladigan yo'llari bor. Transformatorlar eskirib ketgan, ularning o'tkazgichlari kamayib ketgan. O'sha narsalarni hammasini olmoqchi. Yo'qotishlar ko'p. Yo'qotish, pateriyalar. To'q uzatish sistemasida to'g'risini aytganda hozirgi kunda kamida 40% pateriya borda. Shuni amalga oshirsak, ertaga bu yerga elektr energiya iqtisod qilib qolinadi va boshqa ishlarga ularni yo'naltirsa bo'ladi. Endi elektr energiya kunda pul turadi, shuning uchun iqtisodga o'tishimiz kerak. Kabellari eskirib ketgan, hali provodalar zanglab qolgan. Hozir o'zingiz aytdingiz, bu yerga to'g'risini aytganda qaramaganmiz. Shuning uchun masalalarni biz hammasini amalga oshiramiz. Gaz masalasi bu yerda yaxshi, gazlari bor, lekin o'sha tarash sistemasini yana hammasini amalga oshiramiz. Bahodir kelgan, uni ham kecha biz hammasini ko'rib chiqdik. U yerda ham aniq hamma nima zo'r xalqimizda gap bor. Hisobli do'st ayrilmas. Shuning uchun hammasida hisob kitobini to'g'ri qilib qo'yib qo'yamiz. Butun hamma joyda qanaqa bo'ladigan bo'lsa, hisoblagich sistemasi, boshqasi hammasini nima qiladi. Faqat endi bu zamonaviy hamma narsasini qilamiz, lekin hisob kitobini ham hammasini joyiga qo'yishimiz shart.